Janobjon, modomiki bu ishning bizga aloqasi yo'q ekan, men hoziroq keta qolay-a? To'xta. Janobjon, jonimni omon qoldiring. Kanakaga kompaniyasini hoziroq qaytaraman. Bo'lishi mumkin emas. Ular shunchaki hech kim emas-ku. Nega bunday qilyapsiz? Senga o'xshagan pastkashlar meni xaloskorimni haqorat qilishga loyiq emas. Olib keting. Janobli, rahim qiling. Kuy aka, jonimni omon qoldiring. Janobjon, biz ketsak maylimi? Iltimos sizdan. Sizlar ham. Janobjon, oliy janoblik qiling. Iltimos. Avvalroq bu amaki sizlarni kechirgandi, chunki sizlar bilan boshqa hech qanday aloqasi bo'lishini istamagandi. Sizlar esa nima qildingiz? Janobjon, bizga yana bir imkon bering. Biz aybimizni tushundik. Bizni kechiring. Tushundik. Yo'q. Janobjon, bizni kechiring. Men Ludinjan kuyovman. Meni o'ldira olmaysiz. O'ldira olmaysiz. Sen Nuri, unga dori berganingda nega uning eri ekaningni o'ylamading? Oyi! Meni qutqaring, oyi! Kiring. Chan. Qani, bu yoqqa kel. Qani? Bir ko'raychi. Jarohatlaring qalay? Dada, qoldim. Hammasi Janobjon tufayli. U men uchun yaxshi shifokorlar, eng yaxshi shifoxonani topdi. Janchen En, senga rahmat. Ulom aka, unday demang. Agar o'shanda sizni mardligingiz bo'lmaganida, men bugungi darajaga yeta olmasdim. Sizni yaxshiligingizni doim qalbimda saqlayman. Unday dema. Hozirgi muvaffaqiyatlaring o'z mehnating mahsuli. Sen uchun xursandman, bilib qo'y. Darvoqe, Ulom aka, sizdan bir ishni maslahatlashmoqchi edim. Xo'sh, nima ekan? Lu guruhingizga 10 milliard sarmoya kiritmoqchiman. Lunten guruhining eng yirik hamkoriga aylanishingiz uchun. Modomiki shunchalar samimiy ekansan, rad eta olmayman. Faqat men kompaniyani qizimga topshirmoqchiman. Dada, qanaqasiga? Men buni qabul qila olmayman. Chan, shu 10 yil ichida ko'p azob chekding. Lidajini ishonchli odam deb xato qilgan ekanman. U hayvon bo'lib chiqdi. Dadang seni hayotingni xarob qildi. Dada, buning sizga aloqasi yo'q. Bu sizning aybingiz emas. Chan opa, Ulom akaning faqat bittagina qizi bor. Uning kompaniyasi baribir sizga qolishi kerak edi, xavotir olmang. Sizga ishda yordam beradigan eng malakali mutaxassislarni topib beraman. Unda kelishdik. Ertaga matbuot anjumanida kompaniyani senga topshirishimni rasman e'lon qilaman. Dada, rahmat. Tashlandi qomborxonam. Bavaka. Hammasi seni deb bo'ldi la'nati. Oz qolsa hayotimdan ayrilyozdim. Seni o'ldiraman. Bavaka, iltimos urmang. Kechiring. Kechiray? Mayli. Qimordan bo'lgan 10 million qarzingni qaytar. Menda pul yo'q. Pul yo'qmi? Unda seni bo'laklarga bo'lib sotamiz. Mana shunda pul ham bo'ladi. Bavaka, pulni qaytaraman. Qarzim albatta qaytaraman. Alo. Janob Lidachi bilan gaplashsam bo'ladimi? Gapiraver. Men Lunten guruhining kadrlar bo'limi menejeriman. Sizni Lunten guruhining Benzandagi hududiy menejeri lavozimiga taklif qilmoqchimiz. Iltimos tezroq ishga kirishing. Lunten guruhi? Li Chaoning homiysi. Lunten guruhidagi menejer Soy emasmidi? Bu Lidachi aslida kim o'zi? Yeshinglar. Dachi, tez o'rningdan tur, qani? Alo. Meni Lunten guruhiga menejer qilib olyapsizmi? Xuddi shunday. Bu raisimizning shaxsiy buyrug'i. Rais! Dachi, hozirgina seni xafa qilganim uchun uzr. Ko'nglingga olma. Uzr. Hoy! Endi men Lunten guruhining menejeriman. Ludinjan. O'sha tirrancha menga odam topib ber. O'ch olmoqchiman. Happy End mehmonxonasining tantanalar zali.
Xonimlar va janoblar, e'tiboringiz uchun rahmat. Lu guruhining matbuot anjumaniga kelganingiz uchun minnatdorman. Shuni e'lon qilamanki, bugundan boshlab Lu guruhi va uning barcha tarmoqlari rasman qizim Lu Tian ixtiyoriga o'tadi. Lu Dintian qamoqda o'tirib. Lu xonim, chin yurakdan tabriklayman. Siz juda yosh va muvaffaqiyatlisiz. Umid qilamanki, kelgusida qizimga ko'z quloq bo'lib turasiz. Albatta, sizni obro'yingizni hisobga olib, Lu aka, Lu guruhini qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Ha, shubhasiz. O'sha yillarda qay birimiz sizdan yaxshilik ko'rmaganmiz, Lu aka. Endi o'sha yaxshiliklarni qaytaradigan vaqt keldi albatta. Rahmat aka. Arzimaydi. Aytishlaricha, Lunten guruhi yaqinda Lu guruhiga 10 milliard sarmoya kiritmoqchi ekan. Shu rostmi? Lunten guruhi Lu Dintian kabi pastkash bilan hech qachon hamkorlik qilmaydi. Biz Lu Dintian kabi nokas bilan hech qachon hamkorlik qilmaymiz. Sizlardek omadsiz ota-yu qiz shunday ziyofat uyushtirganini kutmagan. Lidaji, senga bu yerda joy yo'q. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Men yo'qolayman. O'ylashimcha, bu yerdan daf bo'ladigan odam sensan. Odamlar! Bu nima degan gap? Bu yer janob Lunning joyi. Hoy bezorlar, tezroq tuyog'ingizni shiqillating. To'g'ri aytasiz, Lu aka kimligini bilasizmi o'zi? Juda hadisdan oshyapsiz. Bilaman. Lu Dintian shunchaki bir so'tak-ku, shunchaki sobiq mahkum xolos. Sen qo'riqchilar, bularni hoziroq haydab chiqaring. U kishi Lunten guruhining yangi tayinlangan menejeri. Ko'raylikchi kim unga qo'l tekkizar ekan. Demak, u Lunten guruhi tayinlagan yangi menejer ekanda. Bu nima degan gap? Oramizda anglashilmovchilik bo'libdi. Ha, siz albatta kompaniya topshirig'iga ko'ra janob Lu bilan hamkorlik masalasini kelish uchun kelgandirsiz. Lidaji, gapir, nima istaysan? Juda oddiy. Lu guruhini menga topshir, shunda seni asrab qolaman. Xomtama bo'lma. Bu kompaniyani qizim uchun qoldirganman. Sendek ablahga uni aslo bermayman. Lu Dintian, gapirayotgan gapingga e'tibor ber. Men hozir Lunten guruhining menejeriman. Bitta gapim bilan kompaniyani xonavayron qilaman. Men senga hozir tiz cho'kib kechirim so'rash imkonini beraman. Chan, bunga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Yaramas. Hali meni urishga hadding sig'dimi? Bu ishingiz darhol tiz cho'kib kechirim so'raydi. To'xta! Qimirlama. Qimirlama. Tiz Tiz cho'k. cho'k. Tez cho'k. Tezroq! Bol. Tez cho'k. Tiz cho'k. Yerga qara, yerga qarab yot. O'chir Kim xaloskorimni tiz cho'ktirishga jur'at qildi? Sizlarga hech nima qilmadimi? Hammasi joyida. Amaki, siz avval o'tirib oling. Qolganini menga qo'yib bering. Mayli. Yana senmi? Bu o'sha, aynan o'sha. Nimasdan qo'rqasan? Hozir Bintianda hamma narsani men hal qilaman. Qasd olishga kelganding-ku. Ko'rinib turibdi, oldingi dars sizlarga kamlik qildi. Li Chao bilan Van Kuy allaqachon qamoqda o'z qilmishlari haqida o'ylab o'tirishibdi. Sizlarga ham yordam kerakmi? Rol o'ynashni bas qil. Kecha meni qo'rqitgan eding, lekin bugun bunday bo'lmaydi. Menejerlik, bu nima degani? Ha? Bu bola shunchaki u yollagan aktyor. U ham xuddi o'ziga o'xshagan bir so'tak. Nahotki Lunten odamlarni jalb qilish uchun Lunten guruhining 10 milliardlik sarmoyasi haqidagi yolg'onni o'ylab topgan bo'lsa. Bu qip-qizil yolg'on. Bintiandagi menejer menman. Har qanday sarmoya men orqali o'tadi. Qanday sal qolsa bizni aldarkan. Xayriyatki, menejerlik vaqtida paydo bo'lib bizni qutqarib qoldi. Xotirjam bo'ling. Men bilan yursangiz sizlarni boy qilaman. Sizga rahmat menejerlik. Shuni e'lon qilamanki, kompaniyamiz hoziroq Lu guruhi bilan barcha hamkorlikni to'xtatadi. To'g'ri. Bundan buyon Bintiandagi barcha sohalarda Lu guruhiga cheklov qo'yiladi. Ko'ryapsanmi? Menga qarshi chiqishning oqibati mana shunday bo'ladi. Menejer, senga bu lavozimni kim bergani haqida hech o'ylab ko'rganmisan?
Bu lavozimni senga kim bergani haqida hech o'ylab ko'rganmisan? Agar aytmaganingda deyarli esimdan chiqqan ekan. Meni menejerlik lavozimiga shaxsan raisni o'zi Faqat tayinlagan. menejerligina raisni bunday yuksak ishonchiga sazovor bo'la oladi. Lutinchen Lunten guruhi nomidan foydalanmoqchi edi, lekin bu safar adashdi. Albatta, men raisning ishonchli odamiman. Kelajakda hatto prezidentlik lavozimi ham men uchun muammo emas. Ludintian, sen endi tamom bo'lding. Bu shunchaki bir masxarabozlik. Chenen, buni tugatish vaqti keldi. Tushunarli. Nima? Rol o'ynay olmay qoldingmi, ha? Quloq sol. Agar ikkalang tiz cho'kib, oyoq kiyimimni yalab tozalasang, balki shunda sizlarni afv etarman. Ludintian naqadar ahmoq. Shunday kuyovni qo'ldan chiqardi-ya. Agar o'rnida men bo'lganimda butun guruhni menejerligiga mamnuniyat bilan sovg'a qilgan bo'lardim. Lunten guruhi 10 milliardlik sovg'a bilan janob Luni tabriklaydi. Janob Lu, sovg'angiz tayyor. Marhamat. Chenen, bu juda qimmatbaho sovg'a-ku. Hechqisi yo'q. Nahotki bu rost bo'lsa, unda u kim? Bo'lishi mumkin emas. Pensiyandagi yagona menejer menman-ku. Sen aytgan o'sha sovg'alar aslida men uchun edi, shundaymi? Sen o'zi kimsan? Xiaoli, senga Li Dachini ishdan bo'shatishingni aytgandim. Xabar jo'natmadingmi? Shartnomalarni tayyorlash biroz vaqt oldi. Hozirroq xabar bor edi. Ishdan bo'shatish to'g'risida Bo'lish xabarnoma. mumkin emas. Lunten guruhi, Bintian guruhi, Ha, Lidachi. tushundim. Sizlar hammangiz unga sheriksiz. Bu soxta shartnomalar va sarmoyalar hammasi yolg'on. Rais Lutinchen bizni raisimiz xaloskori. Agar shu aloqa bo'lmaganida seni menejer bo'ladi deb o'ylaganman. Rais mendagi qobiliyat ko'rib meni tayinlagan. Buni unga hech qanday aloqasi yo'q. Hammasini tushundim. Ha, tushundim. Seni ham ular yollashgan. Voy bu naqadar professional rol o'ynayapsizlar, qoyil. Menejerlik haq. Aks holda bu qari turlak bizni aldab ketardi. Oldinroq shubhalangandim. Lutinchen 10 yil qamoqda o'tirgan bo'lsa, u qanaqasiga Lunten guruhi bilan aloqasi bo'lishi? Bularni hammasini bizlardan sarmoya undirish uchun qilgan. Safsatangizni eshitishga vaqtim yo'q. Hammangiz tadbirkorlar doirasidan chetlatildingiz. Unga ishonmang. Unda bunchalar katta vakolat qayerda bo'lsa, nima u Lunten guruhining raisimidi? Lidachi, sen Lunten guruhidan haydalding. Yo. Menejer meni raisni o'zi tayinlagandi-ku. Adashmayapsizmi mabodo? Iltimos, adashyapman. Seni ishdan bo'shatgan ham raisning o'zi.